kuni ertalab o'rnimdan turib maktabga yo'l olar ekanman. O'z oldimga maqsad qilib chiqaman. Shunaqa emotsiyalari bo'ladiki, bolalar o'rnidan turib, ustoz tushundim, ustoz men aytay. Ular hatto o'zidagi hayajonini yashira olmaydi. Ana shu payti bolalarga shu narsani bera olganingdan, shu zavqni, shavqni bera olganingdan juda odam xursand bo'lib, to'lqinlanib ketasan. Yangi O'zbekistonning kelajak avlodini, yoshlarini o'qitayotganimdan, ularga bilim berayotganimdan faxrlanaman. Esimda ilk bor maktabga qadam qo'ygan kunim. Sumkam o'zimdan katta, yuragim esa hayajonga to'la edi. O'shanda ustozim qo'limdan yetaklab sinfxonaga olib kirgan edi. Go'yoki nafaqat sinfga, balki yangi hayot ostonasiga qadam qo'yayotgan edim. Boshlang'ich sinf ustozlari shunchaki oddiy muallim emas. Ular har bir yosh avlodning qalbiga ilmga muhabbat urug'ini ekuvchi insonlar hisoblanadi. Bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnini topgan har bir inson ortida boshlang'ich sinf ustozlarining ko'zga ko'rinmas fidoyiligi hamda ulkan mehnatlari yotadi. Oramizda shunday insonlar borki, ularning tinimsiz mehnati, sabr-toqati va fidoyiligi butun bir avlod taqdirini, kelajak yo'lini belgilab beradi. Bu shubhasiz ustoz o'qituvchilardir. Chunki o'qituvchi bu shunchaki kasb emas, u butun bir taqdir, butun bir hayot yo'li. Bu so'z zamirida mehr ham, sabr ham, fidoyilik ham, kelajak oldidagi ulkan mas'uliyat ham mujassam. Zero, har bir yutuqqa erishgan inson ortida, har bir komil shaxsning bolaligida uni qo'llab-quvvatlagan ilk bilim urug'ini qalbiga ekkan boshlang'ich sinf o'qituvchisining mehnati bor. Ana shunday fidoyi va jonkuyar ustozlardan biri Termiz tumanidagi 3-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Nargiza Yakubova. Mana 26 yildirki, uning ham har bir darsi tarbiya, har bir so'zi yo'llanma, har bir harakati shogirdlar kelajagiga qo'yilgan mustahkam poydevor bo'lib kelmoqda. Bilasizmi? O'qituvchilik bu juda ulug' kasb deb bilaman. Bilim berishdan, bolalarga ziyo tarqatayotganimdan g'ururlanaman. Ustozdek buyuk inson bo'lmasa kerak. Men ham ustozlarimni juda yaxshi eslayman va umid qilamanki, men o'qitayotgan o'quvchilar ham meni yaxshi sifatlar bilan, yaxshi narsalar bilan eslashadi. Chunki ustozni ulug'lash bu xalqimizga xos ishdir. Muhtaram prezidentimizning shunday gaplari bor. Yangi O'zbekistonning ustuni bu bilim, ta'lim, tarbiyadir. Biz o'sha ustunlarning fidoyisi ekanligimizdan, o'sha ustunlarni biz bolalarga berayotganimiz uchun men faxrlanaman. Haqiqatan ham bilasizmi? Yangi O'zbekistonning kelajak avlodini, yoshlarini o'qitayotganimdan, ularga bilim berayotganimdan faxrlanaman. Yurtimizni gullab yashnashiga kichkinagina hissa qo'shayotganligimdan men g'ururlanaman. O'sha o'qituvchilik kasbi orqali, muallimlik kasbi orqali. Bilasizmi, bolalar mening jonajonim. Juda ham yaxshi ko'raman bolalarni. O'zi o'zbek xalqi azal-azaldan bolajon xalq hisoblanadi. Ular qatorida men o'zim ham shunaqaman. Bolajonlarni juda yaxshi ko'raman va bu kasbni tanlaganimdan juda g'ururlanaman. Shunaqa emotsiyalari bo'ladiki, bolalar o'rnidan turib, ustoz tushundim, ustoz men aytay. Ular hatto o'zidagi hayajonini ular yashira olmaydi. Ular bola-ku. Hatto o'rnlaridan turib ketib, biz endi darsda o'rnidan turish mumkin emas deymiz, nima deymiz? Yo'q, bolalar u narsaga quloq solmaydi. O'sha narsani tushundimi, oldimi? Ustoz men aytay. Ana shu payti bolalarga shu narsani bera olganingdan, shu zavqni, shavqni bera olganingdan juda odam xursand bo'lib, to'lqinlanib ketasan. Va bu narsani bera olayotganimdan o'zim ham hayajonlanib ketaman. Bolalar o'sha bilimni olgan payti, o'sha narsani o'zlarida his qilib, o'sha narsani menga qaytarib aytayotganlarida yoki o'sha narsani haqida to'lqinlanib gapirayotganida men ulardan 2 barobar ko'proq hayajonlanaman. 2 barobar xursand bo'laman. Chunki men demak bugungi maqsadimga erisha oldim. Bugun men demak maqsad qilib keldimki, bolalarimga shu narsani beraman. Shu bilimni o'rgataman yoki biror narsa shu narsa o'rgataman deb keldimmi, o'sha narsani ola oldimmi, o'sha narsani bolalarning ko'zida ko'rdimmi,
men juda ham xursand bo'laman. Men bu paytda mendan baxtli odam bo'lmasa kerak. Bolalarning ko'zidagi quvonchni, o'sha ilmni olganligi haqidagi quvonchni, ustoz, men buni bilaman, men buni angladim degan so'zni, degan narsani anglash bu juda ham g'ururli narsa. Va g'ururlanaman, demak, o'sha kuni men maqsadimga erishgan bo'laman. O'qituvchining har ish kuni qo'ng'iroq sadosi bilan boshlanadi. Biroq bu sado oddiy dars boshlanganini emas, balki ilm yo'liga ochilgan eshikni, qalblarga yuklangan ulkan mas'uliyatni, beqiyos mehr va cheksiz sabrni anglatadi. Chunki aynan boshlang'ich sinfda harflar so'zga, so'zlar esa orzu va maqsadlarga aylanadi va har bir daftarga hayotga qadam qo'yayotgan taqdirlar yozila boshlaydi. Nargiz opa har bir bolani o'z farzandidek qabul qilgani uchun kimningdir ko'zlarida quvonchni, kimningdir qalbida esa yashirin qo'rquvni ko'ra oladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining eng muhim fazilati murg'ak qalblarga yo'l topa bilishda. Chunki bolalik dunyosiga kirish uchun qattiqqo'llik emas, avvalo mehr zarur. Har bir darsni ana shunday mehr bilan boshlagan Nargiz opa faqat o'qish va yozishni emas, balki bolalarga tinglashni, tushunishni, bir-biriga mehr qo'yishni, do'stona munosabatda bo'lishni ham o'rgatib kelmoqda. Hamkasbim, dugonam Yakub va Nargiza ustoz bilan biz 1998-yilda shu maktabga birgalikda ishga kelganmiz, institutni bitirib. Nargiza haqida gapiradigan bo'lsam, Nargiza avvalambor mehribon ona, Xorazm yurtidan bizga kelin bo'lib kelgan mahallamizga. Shuning bilan birgalikda u juda ham talabchan, g'ayratli ustoz, shijoatli ustoz. Dars jarayonida turli xil metodlardan, yangi innovatsiyalarni qo'llagan holda sahnalashtirish orqali, xullas o'sha mavzu qanaqa bo'lsa, mavzudan kelib chiqib, yangi metodlarni qo'llagan holda bir darsni ikkinchi darsini takrorlamaydigan ustozlardan hisoblanadi. Shuning uchun ham bolajonlarning ota-onalari ham ustozdan juda mamnunlar. O'qituvchining mehnati qachon ko'rinadi? O'quvchining bilimida, o'quvchining shijoatida ko'rinadi. O'quvchilari bemalol har sohada o'zini ko'rsata oladi. O'sha jajjigina bo'lishiga qaramasdan turli xil tadbirlar bo'ladimi, o'z o'rniga ega, juda ham chiroyli chiqishlarni qilib, o'qituvchini bergan ta'lim tarbiyasini yuzaga chiqarib bera oladi. Qat'iyat bilan birga mehr, talabchanlik bilan birga g'amxo'rlik qahramonimizning pedagogik falsafasining asosini tashkil etadi. Nargiza opa bolalarga nafaqat bilim beradi, balki orzu qilishdan qo'rqmaslikni ham o'rgatadi. Uning har bir so'zida ishonch, har bir harakatida esa yuksak mas'uliyat mujassam. Yillar o'tib, sinfxonani to'ldirib o'tirgan mana shu bolalar ham katta hayot sari qadam qo'yadi. Ular shifokor, muhandis, o'qituvchi yoki jamiyatning boshqa sohalarida faoliyat yurituvchi yetuk mutaxassislarga aylanishadi. Ammo qaysi yo'lni tanlamasin, ularning xotirasida doimo ilk ustoz qo'lga qalam ushlashni, yozish va o'qishni o'rgatgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Nargiza Yakubovaning mehribon ovozi, sabrli nigohlari va samimiy mehri saqlanib qoladi. 1998-yilda Termiz davlat universitetini bitkazib, shu maktabga ishga kelganman va o'sha 98-yildan beri shu yerda faoliyat olib bormoqdaman. Men asli Xorazm vohasida tug'ilganman. Bu yerga kelin bo'lib tushganman va faoliyatimni shuning uchun mana Surxondaryoda boshlaganman. Yangi ishga kelgan paytlarim balkim Xorazmda ishlasam unaqa bo'lardi, balkim bunaqa bo'lardi degan fikrlar bo'lgan. Lekin keyinchalik vaqt o'tgan sari men bu yerga Surxondaryo viloyatiga, Termiz tumaniga, 3-maktabga, shu yerdagi jajji bolajonlarga mehr qo'yganman. Unday fikrdan juda yiroqdaman. Shu yerda ishlayotganimdan, shu yerda bolalarga bilim berayotganimdan faxrlanaman. Hozir birinchi o'quvchilar maktab bitkazib yurtimizda turli sohalarda mehnat qilishmoqda. Ularning ishlarida shifokorlar, temir yo'l sohasida ishlayotganlar va tadbirkorlar, turli soha vakillari juda ham ko'p. Nargiz opa, xalq ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanibsiz. Tabriklayman. Salomat. Taassurotlari qalay? O'zingiz kutganmidingiz bu natijaga Albatta. erishishni, bu unvonga ega bo'lishni? Albatta, har bir o'qituvchi ham bunday unvonlarga, bunday martabaga erishishni orzu qiladi-yu, lekin kutmagandim, to'g'risini aytsam. Mana yaqinda Surxondaryodagi bir qator ilg'or pedagoglar qatorida men ham xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Juda ham xursand bo'ldim va buni 3-maktabga barcha ustozlarga berilgan mukofot deb bilaman va bu xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni nafaqat menga va men qatori taqdirlangan barcha ustozlar
barcha ustozlar, barcha pedagoglar menimcha bu nishon uchun, bu ko'krak nishoni uchun hammasi loyiq edilar deb bilaman. Chunki har bir ustozning mehnati zamirida mashaqqat, mas'uliyat yotadi, har bir o'quvchining taqdiri yotadi. Shuning uchun bu ko'krak nishoni bilan taqdirlangan barcha ustozlar, barcha pedagoglar bu nishonga, bu mukofotga loyiq edilar deb hisoblayman. Aytish kerak, ustoz o'qituvchining fidokorona mehnati nafaqat bolalarning bilim olishi va tarbiyasiga, balki butun jamiyatning ma'naviy, madaniy rivojiga ham xizmat qiladi. Maktab sari tashlangan ilk qadamlar, har bir daftarga yozilgan ilk harflar ana shu tinimsiz mehnat va sabr natijasidir. Nargiza opaning ham har bir darsi bolalarda nafaqat ilmga bo'lgan muhabbatni, balki insoniylik, hurmat va mas'uliyat tuyg'usini ham shakllantiradi desak adashmaymiz. Shu sababli u o'zining uzoq yillik zahmatli mehnati, fidokorona xizmati, pedagogik izlanishlari va yosh avlodni barkamol tarbiyalashdagi hissasi uchun xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu e'tirof esa nafaqat Nargiza opaning shaxsiy yutug'i, balki jamiyatda ustozlarning fidokorona mehnati va ularning kelajak avlodni tarbiyalashdagi ahamiyatini yana bir bor ochib beradi. Men ta'lim berayotgan o'quvchilardan, men ta'lim berayotgan mana shu jajji bolajonlardan nasib bo'lsa kelajakda Abu Rayhon Beruniylar, G'azal mulkining sultoni bo'lmish Alisher Navoiylar, keyin At-Termiziylar, Al-Farg'oniylar, Al-Xorazmiylar chiqadi degan umiddaman. Al-Farobiylar chiqsin, Abu Rayhon Beruniylar chiqsin, xalqimiz dardiga shifo bo'ladigan Abu Ali ibn Sinolar chiqsin. Men shunga umid qilaman va shuning uchun har kun uydan chiqib shu maqsad ila maktabga yo'l olaman. Va buning uchun qo'limdan kelgancha o'quvchilarga ilm berishda, bilim berishda har doim albatta harakatda bo'laman.